أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz olsa el-bidaya minel kifaya fil hidaya fi usuliddin namlıq Nuruddin Es-Sabuni rahimahullah yazgan bu akide kitabının el-kavlu fil ismi vel musemma diyecek yazdık. Yani isim ve musemma hakkındaki söz. Hoş. Hem de bizde 3 tane istilah var. Biri isim. Muhammed degan. Yani bir musemma. Muhammed degan isim kuyulgan adam. İsim kuyulgan şahs. Musemma. Yani bir çoğu tesmiye. Yani Muhammed'e Muhammed deb isim kuyuş. Yani Muhammed degan isimni tilga elish, zikr qilish. Muhammed degan isimni deyish. Yani biz üç narsa asli kuyulgan, üç narsa kuyulgan. Musemma degan bir obyekt, bir şahs ya bir narsa. İsim kuyulgan bir narsa. İsim degan şu şahsga kuyuladigan ad isim. Tesmiye degan şu şahsga şu isimni kuyuş. Bundan ibaret iş. Yoki şu biz isimni bizning diqqatimiz nimada? Isimda diqqatimiz şu isimning o'ziga bo'ladi. Musammada diqqatimiz isim qo'yilgan narsaga bo'ladi. Tasmiyada faqat şu isimni atashga, isimni tilga olishga bo'ladi. Endi qaramoqqa bular mafhumi boshqa narsada ko'ringan bilan bizniki Maturidiya mazhabida isim bizniki isim degan bilan musammo ikkisi bir narsa deydi. Ya'ni biz ismni tilga olsak musammoni tilga olgan bo'lamiz. Musammoni tilga olsak ismni tilga olgan bo'lamiz. Ammo tasmiya ayrim. Tasmiya boshqa narsa. Ya'ni biz maxsus ismni ko'zda tutacağımızda maxsus bizning obyektimiz, diqqatimiz ismga qartıla vaqtida buni nima deymiz? Tasmiya deymiz. Ammo bizniki isimni tilga olsak musammo, isim qo'yilgan zot tilga olsak isim qo'yilgan zot, ikkisi birikib ketgan. İkisi ish bilan tashqi bo'lib ketgan. Deb uning dalillerini ko'rsatdi. Ammo boshqa mazhablar boshqa ko'z qarashda bo'lganligi uchun shuni bizga shu haqidagi boshqa mazhablarning ko'z qarashlarini va bizniki mazhabimizning dalillerini ko'rsatdi. Chunki mishadin sıfat Allah Teala'nın sıfatlarındaki kadim hadis hikayedeki müşahede çıkacağım. Bağlı alakadar. Bu sözlere alakadar. İsim bilen musammanı bir diğer vaktimizde Allah Teala'nın sıfatlarının hemiz kadim diye çıkıyor. İsim bilen musamma başka diye çıkıyor da bazı sıfatlar kadim bazı sıfatlar hadis diye çıkıyor. Yani din tefsilat ediyoruz. El kavlu fil ismi vel musamma. Hoş kâle ehl-i sünneti vel cemaati minel maturidiyye. Maturidilerden boğan ehli sünnet vel cemaat. Hem de ki eğer bu minni bayani asak ehli sünnet vel cemaat fakatla maturidiye dengep çıkıyor. Mezmun çıkıyor. Eğer minni tebi'i düşünürse o çağda yani maturidiler yani kal ehli sünnet vel cemaat minel maturidiye. Demek bir kimin tabii ki de bunu bayani bu şart emri. Maturidilerden boğan ehl-i sünnet ve cemaat bundaq dedi. Çünkü biz onu eğer tabi düşünürsek maturidilerinin bazı ehl-i sünnet emez, bazı ehl-i sünnetin gap çıkıp kaladı. Şuna bu manada hata. Belki yani ehl-i sünnet degan kim o dese, yani qala ehl-i sünnet ve cemaat huve el-maturidiyye degan. Yani ehl-i sünnet deganimiz maturidilerdir o. Yani demek mi o? Maturidi degan birinci ehl-i sünnet tuğan gibi. Ama Azhar'daki ustazlarımızın deydi o Maturidi, Eş'ari hemmez ehl-i sünnetteydi. Ama kitap yazgıcı sap Maturidi deyəm, onun qat'i Eş'ari akidesini qat'i kürgüzmeydi. Nazık ustazlarımız ikisi birle yapmamışqa tebişi demdi. Lakin bizdeki mesela El-Bidaya ve onun kendin İmam Ebu'l Berekat Nesefi yazgan akide kitapları hemmesi sap Maturidi akidesi yapmaq oldu. Eş'ari akidesi kim egen? Anladım. Şunun için talib-i ilim
Avvelen bir ya Eş'ari ya ki Maturidi'de bir mezhebni kamil mükemmel egallab bo'lgandan keyin uning keyinidan boshqa mazhablarga o'tish kerakda. Anaqmaydi. Mollani bismillah ikkisini billab maqsa hech kimni tushunolmaydi. Unini tushunolmaydi, bunini tushunolmaydi. Bu masala to'g'ri xatolik masalasi emas. Masala yani asos selish masalasi. Bir mazhabda asosni abdan tiklab bo'lgandan keyin bir mazhabga o'tsa, u chog'da tushunolmaydi. Ammo dastlabda ikkisi billab bo'lgan desa hech kimga erisholmaydi. El-ismu vel-musamma vahidun. Maturidilerden ibadet ehl-i sünnet vel cemaat şundak dedi ki isim ve musamma birdir. İsim bilen musamma, isim ve isim koyulduğun o bir şahıs ya ki zat ya ki nerse birdir. İkisi ayrılıp bu bilek demeyimiz. Ama yani ki tesmiye başka. Şunu ama tesmiye başka. Bil ittifak. Tesmiye hem fırkalarının ittifak olan başka. Tesmiye isimdeki isim fakatlam. İsimle yani ismin tırgıyırış. İsminle gözü tutuşma başka neyse. وقالت الجهمية والكرامية والمعتزلة cehmiyeler, kerramiyeler, mu'tezileler ular hemmesi el ismu gayrul musamma. İsim musammanın gayrı doğru dedi. İsim başka nerse musamma başka nerse doğru. Diyişti. Ve kâle ba'dul eş'ariyye. Eş'arilerin bazısı dedi ki el ismu gayru tesmiyeti ve gayrul musamma. Eş'arilerin bazısı dedi ki isim tesmiyenin gayrıdır. Bir yerde biz ittifak. Biz mi deyimiz isim tesmiyenin gayrı. Ve gayrul musamma. Musammanın gayrıdır dedi. Demek biz bir yerde bunun karşı. Biz isim musammanın üzüdür deyimiz. Ve kâle ba'du eş'ariler bu kavada işki bilen geldi. Ve ulanın bir kısmı mıdak dedi. El ismu yanqasimu ila thalathati aqsam. İsim üç kısmı bölünür. Ahaduha gayrul musamma. Bu üç kısmının biri musammanın gayri. Musamma emas. İkincisi musammanın ayni. Musammanın del yüzü. Ve ikinci isim bizdeki mezhebimizden bir birlik gelir. Ve thalith üçüncü isim la huwa diyen gayru emas nima? Musammanın yüzü emas, gayru emas. Ayn emas, gayru emas. Demek bunun şu çıktı ki tesmiyenin ve ittifaqu ala enne tesmiyeti gayrul musamma. Tesmiyenin musammanın gayri ikendeki de hemme firqalar ve Maturidiler, Eş'ariler ve ulan başka hemmesi birlikte geldi. Ve hiye ma qamet bil musamma. Onda olurken tesmiye diyen ma qamet bil musamma diyen musamma bilen turgan nersidir. Musamma bilen bille turgan nersiydi. İsim diyen ners ayır. Ucağda bizden dikkatimiz isim kalan bulundu. Bayır isim adılışka. Ve sahihu ma kulna. En doğrusu bizden diyen hepimiz en doğrusudur. Demiş ki fe inne men kal. Çünkü men kale kim ki Allah dese sahha en yukal zikrallah. Bu adam için Allah'ın zikir kıldığı deyilişi doğru buludu. Ve sahha en yukal aydan zikr ismallah. Allah'ın ismini zikir kıldığı deyilişi hem doğru buludu. Hakkında bir adam Allah dese, kelimet Allah dese mesela bunu Allah'ın zikir kıldığı deyişimiz mi doğru buludu? Ve Allah'ın ismini zikir kıldığı deyişimiz mi doğru buludu? Demek bunu ne gösterdi o? İsim bilen musammanın ikisi birliklerinin gösterdi. Ve levla ennel isme eğer isim ve musamma bir olmasaydı lema sahha hadal itlaq. Bu itlaq yani bu işletiş doğru olmasaydı. Delle aleyhi kavluhu teala. Bunun da devamlı bizim Maturidilerindeki bir alaydı ki Eş'arilerden farkındığım bir tarafı Maturidiler devamlı kendine adı koydu nakli delilini, sem'i delilini, akli delilini adı koydu. Devamlı baldı keltirişte nakli delilini baldı keltiriyordu, sem'i delilini. İki nakli delilini keltiriyordu. Mu'tezilerden farkındığım tarafı şu. Vel musamma vahidun hada itlaq. Delle aleyhi Allah Teala'nın kavli. Bizim bu hepimizge Allah Teala'nın ki fesebbih bismi rabbikel azim diyen ayet şunu da kıldı. Yani fesebbih bismi rabbikel azim diyen manası senin uluğ Rabbini tesbih et diyen buludu. Yani uluğ Rabbinin ismini tesbih et diyene yani uluğ Rabbini tesbih et diyen bir gep. Anladın? Yani isim musammanın gösterdiği bir şeydir. Ve keza
şunu o'xshash naqulu fi ruku biz rukuda nima deymiz? Subhan rabbiyal azim deymiz. Aşu fesabbih ismi rabbikal azim degandagi ism musammoni ko'rsatganlik uchun nima der rukuda subhana ismi rabbiyal azim demay ya subhana bismi rabbiyal azim demay biz nima deymiz? Subhana rabbiyal azim. İsimni yani el o'timiz. Yani demak el o'tsak-mu, el o'tmasak-mu o'xshash bir ma'noni bildirganlik uchun. Ya'ni subhana rabbiyal azim ma'nosi bu mening ulug' Rabbim ayib nuqsondan pok munazzahdir degan bo'ladi. Fasabbih ismi rabbikal azim bu sening ulug' Rabbingni ayib nuqsondan pok deb yotlig'in degan bo'ldi. O'xshash. Ve keza ta'arafa ahlul lisan hatta qala sha'iruhum. Endi bu bizga naqli samiy naqli dalil keltirib bo'lib, uning kenidan bizga lug'atdan bo'lgan grammatik dalillarni keltirib o'tadi. Ve keza ta'arafa ahlul lisani hatta qala sha'iruhum. Yani tilshunoslarmu isim bilan musammoning bir ekanligini, isim bilan musammoni bir ishlatib o'lpada odatlangan. Hatta ularning shoir mundaq degan edi. Hatta ularning shoirlarining gapiga kirib ketgan edi. Ular nima degan edi? İlal havli tammasmus salami alaykuma ve men yebki havlen kamilen faqad i'tazar deb she'r o'qitgan. Bu she'r uzun bir she'r. Bu she'rning oxirgi bo'ligini debdi bu yerda. Ya'ni bir yilgacha ilal havl. Men bir yilgacha beshdagi mazmunda men bir yilgacha va'damni buzmadim, va'damni tutdim, unutib qolmadim, gapimni tutdim. Tammasmus salami alaykum. Men bir yil to'shdi. Tammasmus salami alaykum degan gap. Demek ki thumma, asıl bu thumma bu tammamas bu. İlal havli thumma ismus salami alaykum. Yani thumma bu tammamas. Yani bir yılgıca mesela xiyonat qilmadim, unutib qolmadim, va'dam tutdim. Thumma ondan keyin bir yil to'shab bo'lgandan keyin assalomu alaykum. Sizlarga assalomu alaykum deb ma'assalam, xudo omonat. Ketaman degan. Va men yabki havlan kamilan faqad i'tadar. Bir yıl kamil yığılı adam degan faqat aytadi, o'zi aytgan bo'ladi va o'zisi qabul qilinadi. Men bir yil nima uchun siz uchun gunohimni biz ketmini xatoligimni kechirishinglarni tilab, bir yil sodiqdan yig'lab, bir yil shu tudim men onda. Endi bir yil gunohniki xatoligimni kechirishni talab qilib yig'lab turgan odam deganniki har qanday yerda o'zisi qabul qilinadi. Xudoga omonat hamdi. Assalomu alaykum. Deb degan she'r nima shada? Vel muradu minhu thumma selamu aleykuma diyor. Yani thumma selamu aleykuma diyen. Bize thumma ismus selamu aleykuma diyen. İsmus selamu aleykuma diyen gap. Yani esselamu aleyküm. Sizlerge esselamu aleyküm diyen bu. Sizlerge esselamu aleyküm ismi diyen bu maydı. Eşerik isimden mi murad? Musamma murad. Demek Kur'an'ın ayetlerinde hem Sebiha ismi Rabbikel azim diyen ayette hem Bismillahirrahmanirrahim diyen gapte hem de isimden musamma murad. Ve keza iza qala ar-racul ve shuningdek qachonki bir odam mundaq desa Zeynebu taliqun desa Zeynep talaq desa ve halbuki ismu imraatihi Zeynebu uning ayolining ismi Zeynep bo'lsa yaqa'u talaq ala zatil mar'a la ala ismiha degan bu talaq nimaga shu ayolning zotiga tushadi ayolning yuziga tushadi u ayolning ismiga emas Zeynep ismli Zeynepning ismiga emas şu ayolning yuziga tushdi demak o'sha ismni nima muratgan musamma muratgan illa annal isma faqatla ism endi bizga ism bilan musammoning ism tilg'ilinib musammo iroda qilinganligini so'zildimi ism tilg'ilinib musammo tilg'ilinganligini so'zlab bo'lgandan keyin dedik illa bu hukmimizning faqatla shu tuvandikilar mustasno ya'ni faqatla annal isma ba'zi ism tilg'ilinadi ve yuradu bihi tesmiye. Bazıda isim tilg'ilinib bunun bilan tesmiye irade qilingan shu. İsim irade qilinmay tesmiye yani şu isimni tilg'ilish faqatla ismning shaxsi musammosi irade qilinmay faqat şu ismniki şu ismdan irade qilinishi şu ismni atashdan irade qilinishi yutbilgan shu. Fa idza istu'mila al-ismu bi ma'na at-tasmiya qachonki ism tasmiya ma'nosi bilan ishlatilsa يكون غير المسمى لا محالة دي قطعي مسمى غير بلد بالاتفاق عمل الاتفاق كما يقال مثلا مسموك بالادم سؤال سورسا مسموك دب sizin isminiz nima deb savol so'rasa mishadiki masmuka deganlik ismdan nima murod tasmiya murod mishadiki masmuka
Sizning ismingiz nima deb so'rasam ishada sizning ismingiz nima degan ismdan nima murod tasmiya murod. Ya'ni men faqatlam sizniki shaxsingiz nima, musammangiz nima degan bo'lmaydi emas. Nima? Faqat ismingiz nima. Siz nima ismlik odam degan bo'ladi. Ism murod beradi. Nima tasmiya murod. Fayaqulu ar-rajul ayrim deb javob berdi. Buni javob Muhammad deb javob berdi masalan. Yuridu bihi xo'sh Muhammad deb javob berdi. Mishadagi Muhammad deb bergan javobda u nima murod? Tasmiya murod. Mening ismim Muhammad deb ya'ni faqatlam bir ismni atash berdi. Ismni tilg'ilishdan murod berdi. Yuridu bihi as-sailam demaydi. Yuridu degan zamir naqadido as-sail. So'rg'uchi mushu masmuka degan gap bilan yuridu bihi as-su'ala an tasmiya. Masmuka degan gap bilan nimani tasmiyadan, ya'ni buniki tasmiyadan savolni iroda qiladi. Tasmiyadan. Siz nima ismlik odam deb. Siz nima ismlik odam deb tasmiyadan savol qilishni iroda qilyapti. Dalilingiz bo'lsa bidalili annahu zakarahu. So'rg'uchi bu gapni nima bilan? Ma degan gap bilan zikr qildi. Masmuka dedi. Man deb man ismuka demadi. Masmuka degandan keyin demak bu yerda shaxsni iroda qilmoqda. Chunki va annaha chunki ma degan so'z nima? Li g'ayril uqala. Ma degan so'z g'ayr uqalaqidir. Ya'ni aqli yo'q narsaga ishlatadigan narsa. Agar musammo iroda qilingan bo'lsa edi, nima aytdi? Masmuka demay, man ismuka degan bo'ladi. Unda demaydi, masmuka deydi. Masmuka deganda ha, demak bu yerda tasmiya murod keldi. Walau zakarahu bi kalimati man, agar bu kalimani man degan gap bilan zikr qilgan bo'lsa edi, fa yuqalu man Muhammad. Bu joyda man Muhammad, Muhammad degan kim deyiladi? Javobi uning javobi nima deydi? Yaqulu ana man Muhammad deydi. Bu joyda man kelgan bo'lsa, bu joyda man degan joyda nima murod? Ismdan musamma murod. Shuning uchun ana man deydi. Ismim miyada demay, Muhammad degan man deydi. Muhammad degan man degani ismdan musamma murod degan. Yudifuhu ila zat, uni o'zining zotiga, o'ziga izofat qiladi, qo'shadi, nisbat beradi. Va la yaqulu inna Muhammadan ismi. Muhammad degan kim desa, Muhammad degan mening ismim demaydi kim. Ya'ni lekin man Muhammad deb savol so'rasa, undan inna Muhammadan ismi demaydi. Muhammad degan mening ismim o deb javob bermaydi. Muhammad degan men deb javob berdi. Demak, bu yerda nima asli bu yerda sizning bo'layotgan musammo murod keligi chiqdi. Amdagi ba'zida ismni nima murodlab qoladi? Tasmiya murodlab qoladi. Ba'zi joyda. Shuni biz qaydaniga qarab topamiz. Fadalla zalika ala sihhati ma qulna. Mana mushu ahvolatni o'zi bizning degan gapimizning to'g'ri ekanligiga dalolat qiladi. Vallohu muvaffaq. Ya'ni biz shuni tushundikki, asosan ismdan nima murodgan, musammo murodgan. Tasmiya ismning boshqa askarligi bil ittifoq. Ba'zi joyda ism tilg'ilinib nima tasmiya iroda qilinib qatqa ish bor majozan. Bunda bo'lganligini o'zi ismning musammoning boshqa bir narsa ekanligini ko'rsatmaydi. Balki ba'zi joyda majoz yo'li bilan, ya'ni shu ma ismuka, masmuka deganki ma'ning dalili bilan nima bu yerda tasmiya murod, musammo emas degan gap chiqadi deydi. Bu yangi darsimiz bo'lsin va oxir davona alhamdulillah.